Demek Bismillahirrahmanirrahim. Allohumma yassir va la tu'assir bi tamimil xayr. Xo'p, qadrli o'quvchilar, demak, Xudo xolasa darsimizni davom ettiramiz va atilun anil amal mavzusiga kelib to'xtalgan edik va o'qishni boshlaymiz inshaalloh. الموضوع عاتل عن العمل. فما معنى عاتل عن العمل؟ هيا بنا نقرأ من هذا المتن ونتفهم جيدا معنى هذه الكلمة. من المشكلات المنتشرة في كثير من المجتمعات مشكلة البطالة، وتطلق البطالة على من ليس لديه أي عمل كمصدر للدخل، مما أدى إلى جلوسهم في المنزل في البيت. إذن من المعضلات ومن العقبات المنتشرة في كثير من المجتمعات في كثير من الدول مشكلة البطالة. ما معنى مشكلة البطالة؟ البطالة bu ishsizlik degani. Shu bayniyadekda ham kelgan bu anaqa miftahlar bu yerda ham bor. Mana shu eng qaziyalardan, ya'ni jahongashta nima deydi, muammolardan bittasi al-bitola bo'ladi. Va buni sinonimi ta'attul degani yoki atulun anil amal desa mana shuni ma'nosiga to'g'ri keladi. Yoki faqdul amal ishsizlik mana shu ma'noga to'g'ri keladi. Endi buni ziddi masalan ish berish, ishga joylashish degan ma'noda. Endi tavzif yoki amal. Xudo xolasa uni pastda inshaalloh batafsil aytamiz. طيب، وتطلق البطالة على شخص ليس لديه أي عمل يعني لا يوجد عنده عمل كمصدر كمنبع للدخل، يعني لا يوجد عنده أي عمل يأتي من هذا العمل النقود والمبلغات كمصدر للدخل. وهذا mana shu joyda nima bor? Ko'pincha aytaman, bu esa mana shu narsaga olib kelgandir deb aytamiz. وهذا الأمر وهذا مما أدى bo'lgan. O'zi bu yerda ma'no mimma adda ila. Mana shu yerda hazani taqdir qilib olamiz. Bu esa ularni uyda o'tirishiga olib kelgan ishlardandir. Mana shulardandir. Masalan, siz aytasiz haza مثلا هذا الكتاب نماذج هذه الباقة ديلك مش نتشالي راجع هذا معناه هذه الباقة من عمل يده. Baqotun degani bu buket degani, gul. Eslab qolinglar, bu ham juda kerak bo'ladigan so'zlardan bittasi. Fahmul maqrudan va kelgan edi mana shu so'z. Bu buket o'zini qo'lini ishidan dir deganda mana shu joyda min deb aytamiz. Bu yerdan xuddi shunaqa mimma adda desa mana shu narsalardandir, mana shundandir degan ma'noda. Xo'p, bu esa mana shu narsaga olib kelgan ishlardandir degan ma'noda aytilar ekan. Xo'p, tamam. Nastamir inshaalloh taala. Xo'p. وتعد البطالة الآن من أكثر المشكلات انتشارا. qarang, o'zi yuqorida, lekin bu yerda eng keng tarqalgan jamiyatlarda eng keng tarqalgan muammolardan bittasi deb 2 marta aytayapti va eng keng tarqalgan muammolardan sanaladi deb 2 marta aytish qanaqadir g'alati bo'lib qolgan. Agar sizlar ham insho yozsanglar, xudo xolasa insho darslarimizda aytaman, insho yozsanglar bitta ma'noni ikkinchi marta hech qachon takrorlamanglar. O'sha ma'no nima degani siz boshqacha ifoda bilan
ifodalay olmayapsiz degani birinchidan, chunki intashara bir xil kelib qoldi. Bu lug'atdagi tanqislik deyiladi. Lug'atdagi tanqislik sindromi degan kasallik bor degan ma'no chiqadi. Yo'q, sizga maslahatim, bitta ma'noni ikkinchi marta takrorlamang. Birinchi o'rinda bu gap umuman kerak emas. Hop. to'g'ridan to'g'ri natijatan linnisbatil murtafi'ati allati wasalat ilayha fil aminatil akhira. Hop. Ya'ni darajatul intishor, ya'ni tarqalishni darajasi shu darajaga yetib keldiki deb turib bu yerda ma'noni ifodalash boshqa narsa, lekin mana bu ishsizlik muammosi eng keng tarqalgan muammolardan deb aytish boshqa narsa. Bu yerda sal boshqacharoq aytsak bo'lardi, lekin ya'ni fikr ojizimizcha. Xo'p, tamam. ونتيجة للنسبة المرتفعة التي وصلت إليها في الآونة الأخيرة، يعني في الأوقات الأخيرة بمعنى في الآونة الأخيرة. آن آونة degani demak buni ko'pligi, anun degani vaqt degani. O'zi vaqt degani. Hop, bir oxirgi vaqtlarda degan ma'noda aytilgan bu yerda. وذلك بسبب التقدم التكنولوجي حيث أصبحت الآلات الإلكترونية تقوم بعمل كثير من الأشخاص. يعني التكنولوجيا، يعني الآلات التكنولوجية أو الإلكترونية تقوم أي تعمل عمل كثير من الأشخاص في وقت قليل. أولا المميزة، يعني الخاصة خصوصيتها في وقت قليل وبأقل التكاليف. وتحاول الدول العربية والغربية على حد سواء مواجهتها طبعا. وذلك بسبب التقدم التكنولوجي. endi qaranglar, bu yerda taqaddum teknoloji degan so'z kelyapti. Bu ham zamonaviy so'zlardan. Teknoloji, texnologik rivojlanish degan ma'noda. Endi buni sinonimi qanday bo'lishi mumkin? Tatavvur yo tatavvur. Buni oldin o'tgandik. Zarar yo'q. Xo'p, endi buni ziddi bor. Bizga ziddi kerak bo'ladi. Ya'ni orqada qolib ketyapti. 3-davlat, ya'ni davlatlar orasida o'zi 3 ga taqsimlanish bor. Bu Miftahul Arabiyyada kelgan. Xo'p, 3-darajali davlatlarda deb aytadi, 2-darajali, 1-darajali davlatlar qanaqa? Masalan, 1-darajali iqtisodiyoti texnologik va ilmiy jihatdan rivojlangan davlatlar deb aytiladi. 1-darajali, masalan, Amerika, Xitoy, ba'zi bir Yevropa davlatlari, ular o'ta rivojlanib ketgan. Ular 1-darajaga chiqadi. 2-darajadagi davlatlar qanaqa? Biz masalan. Biz o'rtacha, unaqa zo'r ham bo'lib ketmaganmiz. O'ta past, yashash darajamiz o'ta past ham emas. O'zi yashash darajasi past balandligi bizda masalan go'sht bilan belgilanadi, to'g'rimi? Odam o'sha uyda nima deydi, go'sht yeyishi yoki yemasligiga qarab turib, go'shtni arzon qimmatligiga qarab odamlarning yashash shart-sharoiti belgilanadi. Bizda shunaqa, lekin chet ellarda ilm darajasida ularni qilayotgan, bajarayotgan ishlari korporatsiyalarga qarab bog'lanadi. 3-darajali davlatlardan nima deydi, ortda qolayotganlarga masalan Afrikalar kiradi. Afrika, Kongo davlatlari deydi-yu. Xo'p, o'shalar orasida bir paytlar 1990-yillarmi, shular atrofida, 2000-yillar atrofida qaysi davlat turgan edi? Hop. Singapur. Singapur davlati masalan shunaqa davlatlardan biri edi. Buni adashmasam sizlar bilan o'tdik shekilli. Xo'p, yaxshi, ketdik unda. Endi buni ziddini bitta o'tib qo'yamiz. At-taxalluf degan mazmunda. Taxalluf demak ortda qolmoq, qotib qolish degan ma'noda. Mana masalan al-jumud ham ishlatiladi. Al-jumud. Masalan al-jumud mana. Bu ham qo'llanilaveradi inshaalloh, Xudo xolisa. To'yib, al-jumud.
حيث أصبحت الآلات الإلكترونية تقوم بعمل كثير من الأشخاص في وقت قليل. المميز الأول يعني الخصوصية الأولى في وقت قليل تقوم بأعمال كثيرة وبأقل التكاليف. Endi bu yerda takalif degan so'z kelyapti. Takalif bu xarajat ma'nosida. Buni al-masorif desak ham bo'ladi. Al-masrufun, masorifu. Masrufun birligi masruf. Masorif. Xo'p. Masorif. Masorifmi? Masrufun, masorifu deb aytiladi. Xo'p. Buni zidda endi foydalar, makosib, ya'ni kasb qilib foyda olib keladigan narsalar hammasi kirib ketaveradi. Va tuhavilu ad-dawla al-arabiyyatu wal-gharbiyyatu ala haddin sawa, tengdaniga degani, mana bu ala haddin sawa'in. Tenglik miqyosiga ko'ra ularga ularga kurashda ular harakat qilishyapti degan mazmunda. Taban. Xo'p. وأسباب انتشار البطالة كثيرة ومتنوعة منها. Xo'p, qaranglar, mana shu joyda bitta zo'r so'zni men yodlab olganman. Nima deydi? Bir narsani ko'pligini ifodalash ma'nosida mutanavviatun deb kelyapti. Mana masalan, muxtalifatun deb ayta olamiz. Muxtalifatun. Lekin menga eng yoqqani mana bu mutalavvinatun. Rango-rang, xilma-xil bo'lib ketadi. Bu adashmasam arabcha yozilgan kitobida Sivon darajadagi lug'atlarning orasida kelgan. Rango-rang, xilma-xil bo'lib ketgan degan mazmunda. Minha masalan min hadhihi al-asbab su'ul hayati siyasiyya. Su'ul hayat as-siyasiyya. وضعف الأحوال الاقتصادية وقلة فرص العمل في المجتمع مع ازدياد أعداد السكان. Xo'p, endi bu yerda qillat furosul amal. Furosul amal nima degani? Oldin ham bivonda o'tgandik. Fursatun, furosun. Yana bitta qaytarib qo'yamiz. Bu vazifalar degan ma'noda. Vazoif, vazifalar, ishlar, al-amal, avil manosib yoki mansablar ma'nosida ham qo'llaniladi. Qo'llanilishi mumkin. في المجتمع مع ازدياد أعداد السكان. ومن آثار البطالة السلبية. Demak bu o'sha ishsizlikni salbiy ta'sirlaridan qaysilari bor? Endi o'shalarni sanab o'tamiz. Sa'yu kathirin min al-'atimilina ila ikhraj taqatihim fi ayyi shay'in walau kana sayyi'an. Sa'yu kathirin min al-'atilina ila ikhraj taqatihim fi ayyi shay'in walau kana sayyi'an. Endi qarang, ishsiz odamlarni ko'plablarini o'zlarini energiyalarini, o'zlarini kuch-quvvatlarini hammasini garchi yomon bo'lsa-da, har bir narsaga, xohlagan narsaga chiqarishiga harakat qilishi yomon ta'sirlarga olib kelar ekan. Masalan, odamni hayotidagi eng yomon narsalardan bittasi bekor qolib ketish. Bekor qolib ketganda nimalar qilmaydi? Shuning uchun odam o'zini vaqtini to'ldirmasa, ya'ni agar odam, ya'ni inson o'z nafsini kerakli foydali ishlar bilan to'g'irlamaydigan, manfaatli narsalar bilan to'ldirmaydigan bo'lsa, nima deydi? Nafs unikini to'ldirib qo'yadi. Agar siz nafsni mashg'ul qilmasangiz, qisqaroq qilib aytadigan bo'lsam, siz nafsni mashg'ul qilmasangiz, nafs sizni mashg'ul qilib qo'yadi. O'zini ko'yiga xohlaganiga soladi. O'shuning uchun siz nafsga qarshi hamma yoqda otib ketaverasiz. Mana shunda xudo xolisa siz eng to'g'ri yo'lda bo'lasiz. Qarangda, mana inson bor, ruh bor, nafs bor. Ya'ni odam mana nimadan iborat ekan? Ruhi bor, nafsi bor, aqli bor, qalbi bor.
Bu yoqda hammasi bir-biriga bog'langan. Nafs, ya'ni nafsdan lekin iloji boricha chetroq yurishga bizda nima undaladi? Negaki bu inson ichidagi bir gapirib turadigan nafs o'sha yomonliklarga chorlaydi. Xo'p. Katanawulil muxaddarat avis sariqa. Masalan, nima deydi? Geroin moddalarini, kokain deb aytiladi. Heroin mana. Bunaqa nimalarda o'qiganman, nima edi haligi? Suhafa, ya'ni ommaviy axborot vositalari mana shunaqa xabarlarda heroin deb aytiladi va kokain. Kokain masalan mana bunaqa yozilar ekan. Bitta joyda o'qib qoldim. Nima degan? Bu o'zi anaqa tajriba o'tkazilgan. Xudo xolisa o'shani ham sizlarga aytib beraman. Qarang, saodat ya'ni lazzat bilan baxtni, ya'ni as-sa'ad mal farqu bayna as-sa'adati wal mut'ati degan bitta maqola qo'yilgan va o'sha joydagi saodat bilan lazzatni farqini tushuntirib berishgan. Buni adashmasam sizlarga ham aytib bergan edim. Xudo xolisa uni sizlarga batafsil inshaalloh videolarni ham bor. Videolarni xudo xolisa qo'yib beraman. Ancha zo'r. Prosta muxoddarotni navlariga masalan shular kirib ketadi. Agar mabodo seferda yoki kanalda shunaqa so'zlar kelib qolsa, nima ekan bu deb o'ylanib qolmanglar. Min anva'il muxoddarot. Xo'p. Avis sariqa. Mimma ya'udu bid-darari alayhim va 'ala al-mujtama'. Va bu esa ularga zararni olib keladigan va jamiyatga ham olib keladigan ishlardandir. Fatatafakkaku hayatul usrati. Ya'ni oilani hayoti nima ajalib ketadi fil mujtama' jamiyatda. Imma li anna al-'atila la yamliku takalif az-zawaj. Imma li anna al-'atil ya'ni faqid al-'amal la yamliku takalif az-zawaj أو متزوج لا يستطيع الإنفاق على أسرته أو متزوج يعني الشخص الذي وقد تزوج من قبل لا يستطيع الإنفاق على أسرته لا يستطيع أن يسد احتياجات الأسرة دegani يسد احتياجات الأسرة. Xo'p, mana shu joyda mana uni bitta qaytarib qo'yamiz. Yastati'u biz mana bunaqa desak ham bo'lardi. Oilasiga infoq qilishga qodir bo'la olmaydi, ha? deb aytamiz. Buni la yastati'u an yasudda ihtiyajatil usra. Hop, oilani demak ehtiyojotlarini to'sishga qodir bo'la olmay qoladigan bo'lib qoladi. Mana. ومن أجل هذه الأضرار كان لابد من البحث عن حلول لهذه المشكلة. كان لازما من البحث عن حلول لهذه المشكلة. فمن ذلك مثلا إقامة المشروعات الكبيرة لتوظيف أكبر عدد من العاطلين. katta loyihalar. Mana so'zni o'zbekchasini bilib olaylik. Mashru' degani loyiha degani. Shunday tarjima qilsangiz, hamma joyda inshaalloh to'g'ri ketaveradi. Loyiha nima deydi? Unaqa maqsadlar, amaliyotlar yoki amaliyotlar. Katta bir amaliyotlarni bajarish kerak, ya'ni katta bir loyihalarni yo'lga qo'yishimiz kerak degan mazmunda. لتوظيف يعني لكي نعطي الوظائف لأكبر عدد من العاطلين وتشجيع المشروعات الصغيرة للشباب وتيسير الأمور لهم وتطوير الذات واكتساب مهارات جديدة بجانب التخصص العلمي وتوظيف الإنترنت في التكسب منه إضافة إلى التفكير في حلول خارج الصندوق تتناسب مع التطور التكنولوجي في هذا العصر. انتهينا. تمام.
Xo'p. Va taysirul umuri lishabab va tatviruz zat va iktisab mahorat. Endi qarang. Tatviruz zat nima degani? Tatviruz zat. Mana shunga to'xtalib o'taylik. 2-3 ta so'zlarimizga to'xtalsak bo'ldi. Tugatamiz inshaalloh. Hop. Tatvir zat. Ya'ni shaxsni rivojlantirish deganda nima degani? Bu tatviru hop al-mahorat degan ma'noda yoki tahsinul qudrat. Mana sinonim sifatida tahsinul qudrat. Tahsinul qudrat yoki nima desak bo'lardi? Tanshiatun nafs yoki tanshitun nafs desak bo'ladi. Tanshit an-nafs. Ya'ni malakalarni yanada rivojlantirish yoki inson o'zini yanada faollashtirish, g'ayratga, kuch-quvvatga to'ldirish degan mazmunda. Mana bu yoqqa olaylik. Tanshitun nafs mana shunga to'g'ri keladi. Va endi qarang. Nastamir تطوير الذات واكتساب مهارات جديدة بجانب التخصص العلمي. خوش ilmiy ya'ni ilmiy malakani yonida, ya'ni ilmiy malakani yonida qo'shimcha tarzda yangi mahoratlarni ham kasb qilib topish. Endi mahorat nima degani? Mahoratun. Bu ham anaqa zamonaviy lug'atlarda ko'p keladi. Masalan, qudrat yuqorida aytganimizdek, qudrat, keyin anaqa kafaa degan so'z bor. Kafaatun bo'ladi. Bu ham o'sha imkoniyatlar degan ma'noda to'g'ri keladi. Xo'p. Va tawziful internet fi takassub minhu. Va endi internetni undan pul topishda, ya'ni undan ishlashda nima? Internetni ishlatish. Idofatan ila tafkiri fi hululin xoriji sunduq. Va bundan tashqari sandiqdan tashqari yechimlarga nazar solish, yechimlarni o'ylab ko'rish bu qo'shimcha bo'ladi. Mana shu yuqoridagilarga qo'shimcha o'laroq. Xo'p. Hululun xorija sunduq degan so'z nima degani? Hululun xorija sunduq. Bu juda ham ajoyib, juda ham zo'r ibora. Menga juda ham yoqqan. Hululun xorija sunduq nima degani? Ya'ni mubtakiro. Hululun mubtakiro. Ya'ni rivoj nima deydi? Qanaqadir biz zamonaviy innovatsion deydi. Innovatsiya so'zi o'zi mubtakiroga to'g'ri keladi. Mubtakiro. Mutatawwiro. Mutatawwiro degan mazmunda. Xo'p, shunga to'g'ri kelar ekan. xo'sh, tatanasabu ma'a at-tatawwur at-teknoloji fi hadha al-asr. Va mana shu fikrlar, ya'ni mana shu yechimlar esa bu zamondagi texnologik rivojlanish bilan munosib kelishi ham kerak bo'ladi deb aytilgan. Va mana shu yerda bizning matnimiz tugaydi inshaalloh. Shu bilan demak biz nima ayatulun anil amal mavzusini yaxshilab chuqur o'rganib oldik. Xudo xolasa bu o'zi B1 darajalarga, anaqa B2larga to'g'ri keladi. Ja unaqa C1 emas. Xudo xolasa keyingi darslarimizda yana ham batafsilroq so'zlarni inshaalloh o'qib o'rganamiz. Bahol qudrat. Xo'p, darsimiz mana shu joygacha ekan. Eshitib, tinglab turganinglar uchun, yozib olib o'qiyotganinglar uchun rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Ilm uchun ajratilayotgan vaqtga hech qachon achinmanglar. Allohim hammanglarga manfaatli ilm bersin. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.